yangi yilga kuchli ovqatlar yegan boshqacha bo'ladi. Okajon, bizda 10 kishilik korporativ set narxi 5 million so'm. Menyuni telegramingizdan tashlab qo'ydim. Obbo. Ishxonamga korporativ qilib berishim kerak edi. Bularda ham insof qolmagan. 1 millionlik narsani 5 million qilib yuboribdi. Birorta arzonroq joy yo'qmikan, mazza qilib bayram o'tkazishga? Haqiqatda bayram oldi shu muammo juda ham dolzarb bo'lib qoladi. 1 millionni 5 million qilish mayli, 6 million, 7 milliongacha ko'tarib oladiganlar ham bor. Asl beshbarmoq jamoasi sizga yangi yilga zo'r taklif beradi. Endi siz bizada korporativ tadbiringizni o'tkazish uchun kelganingizda sizga faqatgina menyu beramiz va xohlagan narsangizni zakaz qilib yeysiz va shot 1 milliondan oshgandan keyin sizga qanaqa summa bo'lsa ham 10% chegirma qilib beramiz. Va albatta aytishinglar mumkin, korporativ tadbirlari o'yin kulgisiz o'tmaydi deb. Sizlar uchun mana katta zal. Agar bu zal kichkinalik qiladigan bo'lsa, yana bitta zalimiz bor. Bemalol kelib, maza qilib, yangi yilga kuch to'plab ketsanglar bo'ladi. Ha, aytgancha akalar, yangi yilga kuchli ovqatlar yegan boshqacha bo'ladi.